Assalomu alaykum, Hunarmand Xiva YouTube kanalının obunachiları. Bugungi eshiklarimiz ustanovkasi Qaraqum sovxozi bo'ldi. Bu yerda 6 dona yakka eshik, 1 dona yarım eshik ustanovka qilib berdik. Laminatlar 08lik ak laminat glyans ishlatildi. Naqshlarni esa altın svet ishlatildi. Açıq xili altın svetni. Altın svetin birazsa 2 xili var. Bizada qizim turi 7 xili, keyin açıq ishundan aboya tushadigan sveti bor. Atxozlar e'tibor bermasa, sal ishlatadigan joylar bor, shifaqlovchi bo'ladi. Koronalari erka bo'lib aylandi. Bu gullarimiz esa toza ishlab turgan hozirgi guldan bo'ldi. Evvelki ishlab turgan koronalarimizni gördüğünüzde halka manzur gelip turadi ham. Toza versiyada ishlab chiqarib boshladik. Eshiklar naqshlarini baho beraverasizlar. Bizning kanallarimizni YouTube'da Hunarmand Xiva deb yozsanızlar chiqadi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu yarım eshigimiz aynalı bo'ldi. Yarım eshik aynalı bo'ladigan bo'lsa, bunday aynalılar obishniy aynalılar, ak aynalar içinde bo'ladi, kvadratning içinde bo'ladi. Kvadratlari bugundan 900 ming so'm bo'lib boshladi laminatlarni. Nechun desa materiallar qimmatladi. O'zi 1-iyuldan materiallar qimmatlanish sababi 10 kun vaqtimiz bor. 10 kundan 850 dan bo'lib turibdi hozir kvadrati. 10 kundan keyin 900 ga chiqaramiz. Buna shtab ishlarni zolota urildi. Pezindeki naqshini qo'shib turish uchun. Ya. İçeride yani 4 tane yakka eshigimiz. Bemalol görüp sifatlarini az bir qator açılib beklanishlarni ham ko'rsatamiz. Ya. Ak laminat, glyans. Bunday laminatlarni ko'pincha remont etjak vaqtda usta bilan maslahatlashsangiz, bize aytamiz. Aboy bosiladigan, keyin shpaxolovkada, atachentoda ishlatiladigan joylari qo'yiladi bu laminatlar. Ko'pincha. Boshqa turdagi laminatlarni tavsiya etamiz. Ular ham to'g'ri keladi. Lekin ak baribir o'yini ochib turadi. Ak glyans bo'lsa. Yani. Bemalol görüp telefonu ishlab ber desangiz bemalol ishlab beraveramiz yani. İşlerimizi görüp tursizlar. Hech yerda ashibga doğru endi 1-2 vaqti kraska uchadigan joylari bo'ladi. Hamma inson ham mükemmel inson emas. Ya. Zamoklari sonra kilit ishlatildi. Bu zamoklar içinde bo'ladi. Yok, mana shunday zamokdan qo'yib berma, boshqacharoq magnitli bo'lsin, ya yaxshiroq, qimmatroq zamok bo'lsin desangiz, ularni ham qo'yib beraveramiz bemalol. Ularga pul qo'shadi lekin kvadratning ichida bu zamoklar ichiga kirib ketadi. Bu zamoklar asl narxi 65 ming so'mdan ishlatamiz biza. Sizlar bu do'konga borib 90-100 ming so'mdan ham olishingiz mumkin, lekin biz 65 ming so'm olamiz. Nechun desa, Viborda ko'proq olganimiz sababli bizlar shunday beradilar baholarni. Açılıp beklenişlerine geldiğim bulsak yine. Bemalol eshikni urib girib chiqaverasiz. Murakkabligini bemalol garantiya berib turamiz yine. Hammasi açılıp bekleniş şu. Ne için kattı beklep tuttu deseniz bize sifatini göstermiyor. Aslan beklesem bo'ladi yine. Ya.
Nav bolsa şöyle bolsun deydi-ku, şunun üçün qatlı beklep gösterib turibman. Keyin yana bir narsa aytacakman, ko'p adam kitap bo'ladi aynası deganda börtme tushunib yuribdi. Börtme 1.6'lıkda işləyəndə onu tushunib yuribdi. Yo'q, 1.6'da işləyəndə bo'lsa kvadratına 100 ming so'm pul qo'shiladi. Buning uchun esa börtme bo'ladi. Bu yerni ishlatdikmi, gelişmeydi kuru bu yerine. Pesine bir işletişe doğru geldi. Şunun için börtme şundan bo'ladi. Bulan kvadratı 1.100.000'dan bo'ladi. Börtme bo'ladan bo'lsa, elde arkası shtabik bo'ladi. Ana birinci yıldan keyin bahalarını göremiz. Qo'shiladigan bo'lsa, börtme shtabik ham qo'shilishi mumkin. 1.200.000 bo'lishi mumkin, 300 bo'lishi mumkin. Birinci yıldan keyin bemalol telefon urib, bağlanıp narx-navolarni so'rasanizlar bize aytib beramiz. Eshiklarimizni kilitlarına keladigan bo'lsak, sonra kilit zamokumuzda high-tech uslubundagi zamokda 5 tane kilit bo'ladi. Ko'p adam ko'p kilitlarni ma'qul ko'radi. Uyda endi adam ko'p bo'lgandan keyin har kimga bir kilit kerak bo'ladi. Shunda udobniydan bu 5 kilit. Uyingizdagi adamlar alıp ketaveradi. 5 kilit bo'ladi. Har kimda bir kilit bo'ladi. Yana bizning videolarimiz bemalol televizorlarda, YouTube'larda görüp turibdilar. İş reallarımız. Yani. YouTube'da, Google'da, Telegram'da, Instagram'da Hunarmand Xiva deb yozadigan bo'lsangiz, darrov birinchilardan bo'lib chiqib keladi. Nechunki bizning brend shaxsiy brend. Başka hiç kimde yok. Eshiklarimize 5 yil garantiya beramiz. Açılıp beklenişine, kreskesine, asılıp kalmaslıkına, kullaplarına. Zamoklara firma bizlere 1 yil garantiya beradi zamoka. Bize firmadan ham aytib 3 yil garantiya berib qo'yamiz. Ne uchun desa, postoyanni açıp bekladigan joyda bu zamoklar high-tech usulundagi zamoklar 3 yil chidab berib biladi. Balalı xonadonlarda, bala ko'p xonadonlarda 2 yil bo'lishi mumkin. Lekin bize 3 yilda o'rtacha hisobda olib qo'yibmiz. Mahkamliklar bu narsaya tushirib bilinadi. Bu zakritni bo'ladi ustundagisi. Bu zakritni zamok. Nalshiklarga odam bo'lsak, nalshiklar kvadrat içinde bo'lib turibdi hozircha. Keyin o'zgarishi mumkin. Nalshiklar 9-10 santiga chiqadi, koronaga 25-30 santi bo'ladi. Şu vaqti bize nalshikdan nalshikka, koronadan korona alışımız mumkin kvadratni. Bunday narsalar 1-2 eshiklarda bo'ladi, ham desa naqshi boshqacha farsi shtablarda ko'pincha ushlaydi bu narsalar. Lekin atak 6-7 eshik bo'ladigan bo'lsa, hozirgi dina bir plan joyini eshikka bo'ladigan bo'lsa, içinde etib beramiz nalshik koronalarni. Xalagan günlerinizde oyup beramiz. Kanala girip, Telegram gruppaga girip eshiklarni görüşünüz mümkün. Şu eshikdan bo'lsin deseniz, şu eshikda etib beramiz. Keyin bize tavsiye etamiz, aytamiz. Bu eshik hozir modadan kaldı, taze zamonaviy eshik ustanobga qiling deb aytishimiz ham mumkin. Mana. Ya televizorda bizani 3 ay burunki ustanib ketgan jarayonimiz bo'lib turibdi. Şu vaqtdan 850-900 da ishlab o'tirdik. Hozir ham 850-900 da ishlaymiz. Yani nomerlarimiz bilan, brendlarimiz bilan chiqib turibdi Hunarmand Xiva. 2 nomer ishib turibdi postoyanni. Faxriddin Muhiddinning nomerlari. 91lik 996 1949, 94lik 774 97 93. Mesela etibarlarınız için rahmet, sağ olunlar, selamet olunlar. Şunday xonadonlarda to'ylar bo'lsin, yaxshi kunlar kelib xizmatda durur, hammamizga nasib etsin. Bizning eshiklarimizni ochib beklab, girib chiqib, bemalol rahmat aytib qo'ysangizlar, bizlar shuning uchun quvonamiz. Katta gap bizlarga. Mesela yaxshi, sağ olun, rahmat. Videoni ko'proq odamlar jo'natib, bizani quvvatlab turasizlar deymiz. Mesela sağ olun, rahmet.